Hürmetli vatandaşım, vaziyet bundaq bulub atqanda az sola təhlil qılaylı, sizlər bilan birlikdə analiz qılaylı. Qarab durunlar ki, bundaq gap. Sergey Lavrov, Rusiya Federatsiyasının Tashqi ishlar ministri. Men Prezident Trump bilan Amerika Rusiya ikki davlatning xalqaro sahnadagi o'zaro hamkorlik masalasini muhokama qildi. Davlat ishlar katibi Amerika Qo'shma Shtatlarining tillarisin dediki, Rusiya Tashqi ishlar ministri bilan o'tkazgan suhbatimiz intayin yaxshi bo'ldi. Esingizga iling, hurmatli vatandoshim, esingizga iling, hurmatli vatandoshim Turan efendi, biz o'tgan yil 12-yilda va keyingi birinchi oylarda Rossiya Amerika munosabatida qanday o'zgarish bo'ldi degan masalalar bo'yicha nurg'un leksiyalarni so'zildik. 5-6 parcha leksiya so'zildik. Oxirgi hisobda shu vaqtda Washington Pochtasi gazetining Beijingda turishliq sobiq muxbiri John Pomfret apandining ayni chog'da Prezident Nixon Jungo bilan birlashib Rossiyaga taqobil turgan edi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezidenti Prezident Trump Rossiya bilan birlashib Jungoga taqobil tursa bo'lmamdi ekan degan bir so'zni aytgan. Arada nurg'un ishlar yuz berdi. Ba'zilar leksiyadan xabar topdinglar, ba'zilar leksiyadan xabar topolmadinglar, ba'zi voqealardan. Bugun endi 4 oy o'tgandan keyin deyli, endi Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Washingtonni ziyorat qildi. Nima dedi? Bizning suhbatimiz intayin yaxshi bo'ldi dedi. Rakes Tillerson davlat ishlar kotibi. Prezident Trump sobiq davlat ishlar Kissinger bilan ko'rishdi. Biz bosh so'zlab keldik, madani qisqacha yezilib so'zlayotimiz. Birlikda muxbirlarni kutib yig'in o'tkazdi. Shuningdan keyin Lavrov bilan Sergey Lavrov bilan tashqi ishlar ministri bilan ko'rishib bo'lgan ekan, Prezident Trump Amerikaning sobiq davlat ishlar kotibi Kissinger bilan ko'rishdi. Bu yerda ajoyib bir sirliq, ajoyib bir nozik harakat, faoliyat, siyosiy faoliyat ketyapti, hurmatli vatandoshim. Turan efendi, ajoyib sirliq harakat ketyapti. Nancy Pelosi xonim bundaq ko'rsatdi. Dalay Lama bilan suhbat o'tkazganda ikki partiyaning vakillari umidagi a'zolari uning e'tiqodi va tinchlik tashabbusi to'g'risida chunqur tushuncha hosil qildi. Hurmatli Nancy Pelosi xonim, siz bu qatam Dalay Lama bilan ko'rishganda uning e'tiqodi, diniy e'tiqodi to'g'risida va uning tinchlik tashabbusi to'g'risida chunqur tushuncha hosil qildim dedingiz. Qo'llaymiz, qarshi olamiz. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumat davlat majlisi va yuqori qatlamda har qanday prezidentlarga selish to'g'anda sizning Dalay Lamani tushunishingiz intayin chunqur, intayin kang, intayin atrofli edi. Ya'ni bu qatim Hindistonga daramsalaga berib, nemishqa Dalay Lamaning tinchlik tashabbusini qayta tushunmoqchi bo'lib qoldingiz, hurmatli Nancy Pelosi xonim. Demak, vatandoshim, davr o'zgaryapti. Siyosat o'zgaryapti. Cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabatlar o'zgaryapti. Masalan, Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi munosabatlar chunqur o'zgarish hosil qildi. Mayli Chavshanga munosabatlik, mayli Tibetga munosabatlik, men shunday aytay, munosabatlar intayin chunqur o'zgarish hosil qildi. Ben o'tgan leksiyamda dedim, Dalay Lama yaşanib qoldi, 81 yosh kirdi, o Tibetga qaytish kerak. Demak, shuning uchun, yana nima deymiz? Uning tinchlik tashabbusini yana bir qatim anglab beqishimiz kerak. Oxirgi hisobda Dalay Lama nima debdi? Insonparvarlik, odamgarchilik yana bir qatim chaqiriq qilaman deb. Oxirgi hisobda Dalay Lama nima debdi? Biz Tibetliklar, Tibetliklar o'zini boshqarish uchun qarshilik ko'rsatganda qurol ishlatmaymiz debdi. Siz buni bir va'da deb tushunamsiz, qanday hurmatli vatandoshim Trump efendi? Turan efendi. Amerika bilan Rossiya o'rtasida ham yaxshi munosabat o'rnatishni xohlayman deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump efendi. Qo'llaymiz. Hurmatli prezidentimiz Amerika Rossiya munosabatining yaxshilanishini qo'llaymiz. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning ko'rishib, suhbatlashib, jahonning ishlari to'g'risida bir qaror va davomli qaror, doimiy qaror va doimiy o'rlashtirishni qarshi olamiz, qo'llaymiz.
Nancy Pelosi xanım mundaq ko'rsatdi. Tibetdə və Cungo'nun başqa joylarda zulm, zahmatga uchrayotganini ko'rsatib bermaydigan bo'lsak, men bu yerda tabiiy shunday aytamanki, Tibet tugidi ig'iz qilib bo'ldi deyli. Endi boshqa joylarda albatta bu zulm, zahmatga uchrayotgan boshqa bir joy, boshqa yerlar borda, avvalo Xinjiang, ya'ni mustamlika Uyg'uriston bo'lishi kerak va bo'lishi shart. Cungo'da ba'zi kishilarga nisbatan aytganda, o'zini boshqaradigan va e'tirof qilingan Tibetni tasavvur qilish asla mumkin emas. Bizga nisbatan aytganda, bundaq Tibetning dunyoga kelishini to'sib olish mumkin emas. Nima degan logikalik, siyosiy logika. Siyosiy mantaqa mana shunday. Tibetning o'zini o'zi boshqarishi va uni e'tirof qilingan Tibetni Cungo'da ba'zilarning e'tirof qilishi bu tasavvur qilib bo'lmaydigan bir ish. Lekin bizga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan aytganda o'zini o'zi boshqaradigan Tibet yoki e'tirof qilingan bir Tibetning dunyoga kelishi to'sib olg'ili bo'ladigan ish emas. Mana xulosasi mana. Men o'tganda so'zga leksiyalarim bilan sizlar vatandoshlarım endi bu so'zga leksiyani birlashtirib qaranglar. Birlashtirib qarang. Dalay Lama yana mundaq dedi. Tibetlar o'zini o'zi boshqarish uchun xorijlik ko'rsatganda qurol ishlatmaydi. U zo'ravonlik qilmaslikqa, insonparvarlik bilan odamgarchilik. Yana bir qator murojaat qildi. Men boshda ko'rsatdim, xabarlarda ham ko'rsatdim. Demak, endilikda biz kelaylik. Bu qatim Nancy Pelosi xonim yetakchiligidagi vakillar umigi Dharamsalada Tibetning raisi Dalay Lamani ziyorat qilgandan keyin va yuqoridagi suhbatlarda bo'lgandan keyin, undan keyin andin shu Dharamsalada Hindistonning vaziri Modi bilan ko'rishdi. Modiga nima dedi? Sizlarga rahmat. Tibetlarni qo'yninglarga oldinglar. O'ltiraqlashga yarzimin berdinglar. Tibetlarni kutib olganinglarga rahmat, qarshi olganinglarga rahmat dedi. Bu xuddi endilikda artıq tasavvur qilmayman Cuma, kechiringlar Cuma, hurmatli vatandoshim. Demak, 58 yildan beri Dalay Lama Hindistonda va dunyoning har qaysi joylarida siyosiy faoliyat olib bordi. Hozirgacha Hindistonning vazir darajalik arboblari Dalay Lama bilan ko'rishgani yo'q. Biroq Dalay Lamaga Dharamsalada musofirlar lager qurib berdi. Bugun endi Nancy Pelosi xonim berib nima deydi Modi apandiga? Sizlar sargardon Tibetlarni va Dalay Lamani kutib oldinglar, qarshi oldinglar, ularni qo'lladinglar. Rahmat sizlarga. O'zingiz tasavvur qilib oling, Turan apandi, hurmatli vatandoshlarim, o'zingiz tasavvur qilib oling. Men oxir deydigan shu so'zim shukanki, hurmatli vatandoshlarim, Uyg'urlar, hozir tong nuri jilva qilyapti. Men hozir yo'ruq tongning jilvisini ko'rgandek bo'ldim. Hurmatli vatandoshlar. Men o'zimning sezgulari va o'zimning fikri va o'zimning tajribalarimga asosan shunday aytamanki, men hozir yo'ruq bir tongning jilvisini ko'rgandek bo'ldim. Sizlarni tabriklayman, hurmatli vatandoshlarim. Bu qatim Hindiston Dharamsalani ziyorat qilib, ham Hindistonning vaziri Modi bilan ko'rishib, yuqoridagi faoliyatlarda bo'lgan Nancy Pelosi xonimni tabriklayman. Nancy Pelosi xonim orqali yuqoridagi so'zlarni so'zlayotgan bir amerikalikning orqali 300 milliondan ortiq amerikalikqa rahmat aytaman. Navbatdagi prezident Trumpga Nancy Pelosi orqali rahmat aytaman. Prezident Trump hukumatiga rahmat aytaman. Yuqoridaman siyosiy mantaqa, logikalik mantaqa. Masalan, Cungo'da ba'zi kishilar e'tirof qilingan Tibet o'zini o'zi boshqarishni, ishga oshirgan Tibetni tasavvur qilishni xohlamaydi. Lekin ba'zi amerikaliklar bundaq Tibetning cho'qim dunyoga kelishi ishonimiz ikki xil jumlada, ikki xil elindi. Demak, shular uchun rahmat sizga, Nancy Pelosi xonim.